Hərilər və çivillər. Düşən nəşriyatı, şəfəq yazmaları, maqalları. 104-cü bətdən 106-cı bətkiçə. Özləşdirgiçi 5 doğraq. Hərilər bilgininizdək zər qanatlıqlar ailəsiga kirdi. Çivillər bolsa qısqa, antenaliq ikki qanatlıqlar ailəsiga kirdi. Hər ikkilisi qurut. Hər ikkilisi bir-biriga o'xshaydi. Ikkilisining ikki qanati 6 puti bor. Ikkilisi uchidi. Undaqda nima farqi bor demang hargiz. Bakmi cho'ng farqi bor. Farqi bak cho'ng. Birinchisi, hərilar qimmat yaratadi. Mahsulotlardan ham o'zlari, ham boshqalar foydalanadi. Ömürlərini mənfəətli xizmət üçün ataydı. Başqalarının əmgəki bilan emas, öz əmgəki bilan yaşaydı. Ko'rish iqtidori bək tərəqqi qilgan. Bu a'zolarni kishini saskandiradigan pis va paskina narsalarga qo'nish uchun emas, gullarni va uning g'unchillarini ko'rib, uningga qo'nish uchun ishiltidi. Gül çiçeklerini söyüdü. Ama bu söygü tügeştirip etadigan emas, usul berdigan söygüdür. Şoңlashqımı söygen gül çiçeklerini hasalga aylandırdı. Çivillağı kelsak, ular faqatla aqmanchilardir. Başqalarning emgeklari ustiga qo'nish, tayyorga hayyor bo'lish uchun yashaydi. Şoңlashqımı purash sezimlari qattiq taraqqiy qilgan. Ammo u bu a'zolarni ishlab chiqarish uchun emas, iste'mol qilish, tugutish uchun qo'llanadi. Chivillarning purash sezimining taraqqiy qilganligi yaxshi puroq bilan yomon puroqlarni sezib, farqlantirish uchun emasdir. Şoңlashqa hasalgimi gendigimi ayırmasdan qo'nayverdi. Halal, haram demasdan purg'anligi lash va tayyor narsalarni tepib olsa, o'zini atadi. Yaxshi ko'rdi. Söygüllari ishlab chiqarg'uchi emas, nobud qilg'uchi söygüdür. O'zi yaxshi ko'rgan har narsadan haqsiz foydalanishning ko'yida bo'lib, elib yurgan mikroblarni ular yuqtirdi. Hərilar ishchandir. Xohlagancha emas, sistemalik shaklda ishlaydi. Ular ishlarni o'zaro maslahatlashib qiladi. Aslida shura, maslahat arabchada hasal harisining gul chechaklarni kezib, hasal javarlarni to'plashiga aytildi. O'zaro ish bo'lishib qiladi. Har kim o'z ishini, o'rnini biladi. Ishchi harining umri erkak harininkidan uzun bo'ladi. Bu uning ishlashining barakati tufaylidandir. Ishchi harilar haddini, ya'ni chek-chegarani biladi. Qilayotgan ishini tashlab qo'yib, ona hariga oqsoqollik qilib, ishiga aralashib olmaydi. Ishi bilan mashg'ul bo'lib, keyniga qarabmi qo'ymaydi. Boshqalarning nima qilayotganligidan bakrak, o'zi qilayotgan ishga ko'ngil bo'ladi. O'zi qilayotgan ishning natijasida ham o'zi, ham boshqalar foydalanadiganligini u obdan biladi. U o'zi uchun ishlasimi, boshqalar yanada uning foydasini ko'rdi. Uning ishlash ishtiyoqi shaxsiyatchilikning emas, g'ayratning, tirishchanlikning mahsulidir. Chivillar o'rin bo'lib qolmasdan
yana tayyor tapdir. Ishlamagachga biror qimmat yaratmaganlik uchun o'zaro hamkorlashishga hojat tushmaydi. Hamkorlik his tuyg'usidan mahrum. Jamoat holatida emas, to'p bir uchun bo'lib yashaydi. Ishi bo'lmag'achqa o'zaro ish taqsim qilishmaydi. Chunki ularning ishi, kuchi, asiyati boshqalar ter to'kib yaratgan qimmatga balg'a qo'nish va hatto uningga mikrob yuqtirishdir. Ular poyizga sapsilib qaravatgan yavaş kalalar emas. Balki uningga tosh etivatgan kapsiz balalarga o'xshaydi. Chunki u ya paravuz yoki vagon bo'lolmadi. Ya relis yoki relis orasidagi baldoq bo'lolmadi. Chivillar hamisha boshqalarning qilgan ishlari va ularning hozirlagan narsalar bilan bulg'ash bilan ovora. Pokiz bilan mehnatni bir-biri bilan ayırolmaganliklari uchun doimo nijosatni pokizga, savobni gunohga, guruchni toshga aralashtirishdan boshqani uqmaydi. Harilar menga Hazrati Umarning ochchig'i yo'q odamning eshakdan nima farqi degan so'zini eslatadi. Ziyondosh emas, lekin o'zlariga ziyon selingan vaqtda ochiqlanadi va jinini qo'lga elib qo'yib elishidi. Chunki ular bak g'ururliq. Bekordan bekorga biror kishiga chiqilmaydi va osonlikcha ochiqlanmaydi. Agar ochchig'i kelsa, o'ladiganligini bilib turib, ko'zini yummasdan otlanadi. Ularning g'ururliq hayotini mag'rurlarcha oxirlashtirishiga siz o'zini o'ltirib oldi deysiz. Men bo'lsam, uningga shahodat sharbatini ichdi deyman. Oilasini buzganlarga, mahramlariga chiqilish uchun qo'l uzatganlarga, hasilini yovuzlarcha bulg'amoqchi bo'lganlarga, go'yoki falastinliklarning shehidlik harakatlarida hayotini fido qilgan aziz bolalarga o'xshash dar g'azabdir. Chivillar ziyondoshlardan sizga g'alati tuyulsimi, ularning nashtarlari bo'lmag'achqa qanchalik qo'g'lisingiz qo'g'lang, ammo hech ochiq kelmaydi. Shundaqdimi ziyonliqdir. Xuddi arpa chivini, bog' chivini, eshak chivini, ko'kmut chivini, bug'doy chivini, ko'ktot va meva chivini va shuningga o'xshash nurg'unlagan chivillardek musallat bo'lgan ne'matlarning ismi bilan ataladi. Ammo ularni nobud qiladi. Nima deysizki, chivillar ajiba g'ururiga tekkiningizda g'azablanadigan, ochchig'i kelganda chaqadigan va chaqqandan keyin o'ladigan hasal harillarga terrorist, ishchi harillarga bo'zaklar deb qaramdigandir. Men chivillarning tilidan hech nimani tushunmayman. Tugidi. Tushan nashriyati shafaq yozmalari maqolalardan o'zlashtirgichi 5 to'g'roq.